Assalamu alaykum barliq Şangandaki bugünkü faaliyetini orlaştırgan Ali mektep okuvchileri ve barliq xodimlar. Sizlarga samimiy salom yollayman, Ali ehtirom bildiraman. Chunki sizlar bugun Toshpo'lat Tiyip ve Xolmurod G'ofurning qonunsiz, adolatsiz ölüm cezası berilganligiga qarshi ularni ölüm cezasını bekor qilish haqida intayin cho'ng faoliyat uyushtiribsizlar. Men sizlarning bu faoliyatni o'rlashtirganliginglarga garchi berib nurg'un sabablar bilan Shangaga qatnashamgan bo'lsam-mu, o'zimning ovozim bilan ve bu Toshpo'lat G'ofur, Xolmurod G'ofur bu ikki farzandimni ve septishimning dünyanın fen texnikasiga hassa qo'shayotgan hech qanday jinoyat yo'q. Pak-pokiz siyosetga aralashmagan, Jungo hukumatining qonuniga davomli bo'ysunib kelgan bu insonlarning ölüm jazosiga adolatsiz hukm qilinganligini men ayiblayman ve bekor qilishni Xitoy hukumatidan talab qilaman. Bütün dünyanın bununla aralashishga chaqiraman. Sizlarning bugun mushu faoliyatni o'rlashtirganliginglar uchun men sizlarga Hör Tinch Okean Birligi nomidan samimiy salom yollayman ve rahmat aytaman. Hör Tinch Okean Birligining barliq xodimlarining sizlar bilan mushu bir safda turib bu faoliyatni birga o'rlashtirishini umid qilaman ve şu bağlanlarga rahmat aytaman. Shangandagi barliq o'quvchilar, barliq faoliyatchi sabdoshlarimiz ve farzandlarimiz, biz Şangan demokrasiyasi ve erkinligi muşundaq adolatsiz ölümlerge duch kelayotgan bugünkü Uyg'urning bugünkü taqdiri Şanganga ve Tayvanga başka Xitoy xalqining beshig'i kelmasligi uchun bu kurashni davomlashtirishinglarni umid qilamiz. Chunki muşundaq sizlarga o'xshash adolatparvar yoshlar ve oliy maktab o'quvchilari ve ziyolilar ve insonparvarlar ve kishilik huquq aktivistleri, siyasetçilerin içindeki hakiki adil siyasetçiler bu dünyanın takdirini özgertidi ve nahak ölüvatkan, kırılıvatkan, bigadın ölüm cezası verivatkan faşistlarga takabül turalaydı. Men işini siladek faaliyet etpirivatkan insanlar buludiken lagırda yetivatkan milyonluğun Uygurlarının kutulduğuna. Men işini siladek insanların dünyadaki muşundak kişilik hukuk faaliyetçilerinin desturuşu bilen muşu bizden Şanganda tutulup ketken, nahak tutkun kılıngan barlık erbaplarının kutulduğuna. Yani şu patada men yanı bir kıtım Xitoy hükümetinin Toshpo'lat Tiyipga ve Xolmurod G'ofurning ölüm cezasını bekor qilishni sizlar bilan bir safda turib talab qilaman. Rahmat sizlarga, oliy ehtirom.